110-xonada yotgan Sadaf klinikasiga bemor bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oka, charchaysizmi? Bezovta qildik. Oka, yaxshimisiz? Ancha yaxshi qoldingizmi? Ha, rahmatulloh shukr. Sadaf klinika kelib, dam olib, nima qilib turibsiz? Ko'z dorilarni yaxshi, hamshiralari, muomalalari qanaqa, oka? Ikkovimiz gapirib bersangiz. Xudoga shukr, hamshiralar juda yaxshi. Yaxshi. Sharoitlar qanaqa ekan? Aqamaqa chiqish kerak, boshqa yo'q, hammasi joyida. Bu tomoningizda mana savuzlari bor, hojatxonalari bor ekan-a? Dush, tualet, hamma narsa bor, sharoitlari yaxshi. Menga ko'r qilish kerak edi. "Voy, hamshira, qaydasan? Kel, meni ko'rimni qil" deb turib, so'rchun zo'r ko'rib turib, "O'zim qilamanmi" deb turib, alaqasi joyi yo'q. Yo'q, unaqa narsasi yo'q. Hammasi o'z joyida bo'ladi. Hamshira ustida turadi, Ustida turadi. Ustida turadi. Hop, nima holatda keluvdingiz? Boshda travma bormidi? Bosh travma borda. Tashqaridagilar aytishdi, boshda travma bor deyishdi. Sal bo'lsa ham o'ziga kelib, og'riq boshqada yo'q. Yo'q, xudoga shukr yaxshi. Sadaf klinikka obuna, like, komment bo'lgan bo'lsangiz, siz 3 kun o'tasizmi, yana 2 kun, 2 kun o'tasizmi? Aynan 2 kun o'taman. 2 kun o'tsangiz, sizga misol uchun qanday kuningiz bonus qilib berishadi. Bitta yozib ko'rsa bo'ladi, Instagramingiz bormi? Yo'q, Instagramim yo'q-da mana. Instagramlar yo'q ekan okamizda. Agar Instagramda Sadaf klinik bor, ya'ni shu ko'rib turgan videongizdagi bizga obuna bo'lib, like, komment bosib tursangiz, yo'toqlarimizga kelsangiz, sizga 1 kun, 2 kunlik bonus qilib beramiz. Bizi hisobimizdan xalq uchun bitta like, kommentni kamda qilmang. Qanaqadir holatda sharoit shunaqa bo'lib qolsa, kelsangiz, o'zingiz uchun foydali. Sog' bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom eting. Okay, charchamaysiz. Rahmat, enjamda sog' bo'lsin.